Hey abba, qaramay kiyimni kelinacağının juğan kiyimiga. Maxsus etishtukini kiyimda bu judimda birini chiqarib buzitdi. Qanday kiyman bu kiyimni? Voy bu qandoq gap bu hamdi? Voy o'zing ishini qilmay, nima sening kiyimingni yuvib yurgandi u? Chopig'ini olman deb qarg'u qilib. Shuni demamsan, xuddi bir yordam qiling degandek bekor yuvib buzitdi kiyimimni. Chaqiraman kelinni to'lab bersin kiyimimni. Voy, demisim to'lish kerak. Qandoq degan. Ay Ruqiya! Bu yoqqa keling ha? To'liq xubsalik qilmay. Hey, men sizga necha qitim dedim. Mening qizim bek ushuq, ko'kama, uning kiyimini yuvib bermang dedimmi, demadimmi? Mana endi mudhamlik qilib bu. Sizni to'lsin deyotdi. Qanday qilsiz? Ve abba, birden bu tarafga o'tib ketding, men seni o'z qizimmi, yo'qmi? Nima haqni qizig'yan bassa? Hey, juma og'zingni. Ma kelinachang sang yordamlashsa, tek qaqshaysa. Yordamlashmasa, tek qaqshaysa. Voy, nimanda zo'migan nimasan? Voy, sen qanday qilib sultamdi? Bo'ldi appa. Singlim balki menga aykalab shundoq deyotgan bo'lishi mumkin. Men uning kiyimini to'lab beray. Voy, nimani to'lab bersiz nimani? Ma uy kimninki? Bizning. Bizning emas, mening da. Biz ma uyda sizninkini yeb, sizninkini ichib, obdan huzurlanyapmiz. Shuning uchun tek sizga rahmat demay. Voy, nimasini to'ltirgan sizga? Menga ko'zimda yo'qlamang. Qara zo'migarligini. Gapli o seningmi? U xopib qoldi appa. Unda siz sizni qapib qilsam xo'sh bo'lamdingiz. Bundaq tinim topmay ishlasangiz, sizninkini hech kim ko'rmaydi bu uyda. Men kirib aramangiz deyman. Singlimning qo'zg'og'i bir narsa qilib bermasam, uning qo'zg'og'i echib ketdi. Hey, ma at deganda kun chiqadin, kun pataqchi uxlab yotgan odamga nima tamoqqa u? Abba, qo'sqim ichib ketdim, tamoq bersin. Hey balam, ma kelinachangning mijozi yo'q bugun. Menga tamoqni sirtqa chiqib yeb kir. Appa tamoq tayyor bo'lib bo'lgan. Men kirib usib ep chiqay, ya. Mush go'sht yo'q, tuxum yeyfansayma? Tuxum yemayman, men siqim ishib ketgan. Hey balam, mening ma pensiya maoshim, mening ma davolanishimga yetmay. Ma kelinachangning pulini xashlayapmiz. Helimi mush kelinachangning maoshi bo'lib qopti. Agar bo'lmagan bo'lsa, ma uyni nim bilan cho'giltatdi. Voy, uning bilan korim yo'q. Hey, men qara, mening kallamga bir aql kelyapti. Unda bo'lsa, men seni sirtqa chiqib, mehmon qilib akilay. Mana? Rasmi appa? Ha. Hey, appama telefonini olaydi. Voy balam, men mehmon qilaman degankin, sen telefonni nima ish qilsan? Mana. Voy, abba! Abba! Endi-chi, taloq chiqib jiningni jannat. Ma kelinachangdek yuvash yumshoqdan birisi uchramdi-ku sana. Appa, bundoq qilsa qandoq bo'ladi? Shundoq yaxshi bo'ldi balam. Sizmi-chi, har kimning o'ziga loyiq muomalasida bo'ling. Uningdan ortig'i sizni mushunda xar qildi. Keling qizim. Hurmak quyoshdan aldı bahir Nurluq dil bir dilga berdi mehr Hurmak quyoshdan aldı bahir